Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun men mushu biz nima uchun Wuhan koronavirusidan andish qilamiz degan temada ozroq leksiya so'zlab bermoqchi. Bu to'g'risida hammalar bilayotgandagidek mushu torlarda, YouTube'larda nihoyatda ko'p talash tortish bo'layotidi. Har kunidagidek odamni andishiga soladigan xabarlarni anglab kelyapmiz. Men bugun shu o'zimninki bu vaqtdagi izlanishimga asosan biz nima uchun bu koronavirusidan andish qilamiz degan temada ozroq so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga rahmat. Biz nima uchun bu Wuhan koronavirusidan andish qilamiz degan vaqtida men tövendagidek 5 xil sababni tizib chiqdim. Birinchidan biz bu virus to'g'risida nurg'un narsalarni bilmaymiz. Ya'ni bu virus to'g'risida nurg'un bilinmagan sirliq masalalar bor. Ikkinchisi bu virusninki yuqumlanish kuchi nihoyatda kuchlik. Üçüncüsü, ba'zi mutaxassislarning farazıcha bu virus balkim kelgusida mangu mushu odamda o'ltiroqlashib, ya'ni odamda kasal paydo qiladigan bir virusga aylanib qolishi mumkin. To'rtinchidan, bu yuqumlanish hozirgi jiddiy xarakterdan ost xarakterliga aylanib, mushu biz biladigan jigar yollig'i yoki AIDS kasaliga o'xshash uzun muddat davomlashishi mumkin. Bu mutaxassislarniki yana bir andishisi. Ham beshinchidan, butun dunyoga tarqalishi mumkin. Hozir nurg'un mutaxassislar bu ehtimollikdan nihoyatda andish qilmoqda. Men tövəndə biz nima uchun Wuhan koronavirusidan andish qilamiz deganga izlab topgan ba'zi sabablarni, konkret sabablarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchiman. Hammamiz bilgandek 2020-yili 1-oyning 23 kuni Xitoy hukumatı Wuhan shahrini taqidi. Ayni vaqtida Xitoy hukumatı e'lon qilgan shu Wuhan o'pkaligi bilan yuqumlanganlarningki soni 573 edi. Biz bu sonni ko'rgandan keyin kallamizga mundaq bir savol kelishi mumkin. 11 million nupusi bor bir Wuhan shahrida nima uchun 573 kasal uchun bu shaharni taqash qarorini oldi degan savol kelishi mumkin. Chunki Wuhan 11 million nupusi bor Wuhan shahrida 573 kasal degan hech nima emas. Wuhan shahrida nurg'un doktorxonalar bo'lib, cho'ng kichiklik doktorxonalarningki hammasining karvat sonini qatqa vaqtida balkim necha 10 ming kelishi mumkin. Odatda cho'ng doktorxonalarda 2-3 ming din karvat bor. Lekin bu 573 kasal bilan odatda bu bir shaharni 11 million nupusi bor shaharni taqash normalda odamningki aqliga yetmaydigan ish. Sabab nima degan vaqtida bu yolg'iz 573 kasalning ishi bo'lmasdan buningki keynidan biz bilmaydigan ba'zi jiddiy ahvolning yoshiringanligini faraz qilish uncha qiyin emas. Ayni vaqtida mushu Wuhan shahrini taqash qarorini olgan vaqtida Wuhandagi Xitoydagi kasallikni kontrol qilish markazidagi ba'zi mutaxassislar Wuhan taqalgandan keyin bu kasal balkim 5 kundan 10 kungacha unum berishi mumkin, ya'ni kontrol qilib bo'lishi mumkin deb qaragan. Nihoyatda afsus, Wuhan taqalgandan keyin bu Wuhan koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni to'xtab qolmasdan uzluksiz ko'payib, mana bugungi kun kelgan vaqtida shu hukumatning statistikasi son 70 mingdan oshdi. Bu grafikda ko'rganimizdek, shu Wuhan o'pkaligi bilan yuqumlanganlarningki kundalik
iş beriş, yani diagnoz qo'yish soni birinchi oyning 27-kunidan har kuni degidek 2-3 mingdan ishib borgan bo'lib, ikkinchi oyning 12-kuni kelgan vaqtida ushtumtut 15 ming oshdi. Bu haqda men burunqi videomda so'zlab o'tgan. Uning undaq bo'lishi Wuhan shahriga alohida siyosat belgilab, Wuhan shahridagi bu kasalliklarning diagnoz qo'yish usulini aslidagi tajribaxonaga qarab, tajribaxonaniki tekshirishiga asosan diagnoz qo'yishdan klinikalik diagnoz qo'yishga o'zgartirilganligi uchun bu san bir kunda biroqla 15 ming oshgan. Uningdan keyin yana bu oshgan sonlar aslidagi 2-3 ming atrofiga qaytib keldi. Bu faqatla hukumatning statistikasiga son. Bu jadvalda Xitoy cho'ng qurug'ligidan boshqa 28 davlat va rayondagi shu Wuhan o'pka yollig'i bilan tarqalganlarning soni bo'lib, ularning ichida eng ko'pi ya'ni shu Yaponiyada to'xtab turilayotgan sayohat parxi bo'lib, uningda 3711 odamning ichida 454 odam Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlangan. Uningdan qolsa Singapur bo'lib 77, Yaponda 66, Hong Kongda 60, jami shu 28 o'lka va rayonda 896 odam hozir qadar shu 2-oyning 17-kuni qadar Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlangan. Endi bu sayohat parxutidagi Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlanish ahvoliga kelsak, bu parxutda asli bu kasal bilan yuqumlangan odam yo'q bo'lib, 2020-yili 1-oyning 20-kuni 80 yoshlik bir Hong Konglik sayohatchi Yaponiyaning Yokohama degan shahardan bu parxutga chiqqan. 5 kundan keyin ya'ni 1-oyning 25-kunisi Hong Kongda parxutdan tushib ketgan. Bu sayohatchi 2-oyning 1-kunisi shu Hong Kongdagi bir doktorxonada Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlanganligi ma'lum bo'lgan. Bu uchur parxutga yetib borgandan keyin 2-oyning 5-kunisi parxutdagi gumonliq deb qaralgan, ya'ni shu Hong Konglik sayohatchi bilan yaqin uchrashgan 31 odamni tekshirgan vaqtida uning ichidan 10i shu Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlanganligi oshkorlangan. 2-oyninki 17-kunisiga kelgan vaqtida parxutdagi 3711 odamning ichidan 1723 yo'lovchini tekshirgan vaqtida ularninki 454 Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlanganligi oshkorlangan. 2020-yili 2-oyning 17-kuni qadar bu parxutdagi 3711 yo'lovchi ichidan 1723i shu Wuhan o'pka yollig'i to'g'risida tekshirish ilib berilgan bo'lib, ularning ichida men yuqori deb o'tgandagidek 454i Wuhan koronavirus bilan yuqumlanganligi oshkorlangan. Yana bu tekshirilgan 1723 odamninki ichida shu kasalga yuqumlangan, ya'ni tekshirgan kishilarning ichida yuqumlanish nisbati 26% ga yetgan. Yana butun parxutda 3700 odamninki yuqumlanish nisbati 12% bo'lgan. Agar biz shu bir odamdan boshlangan shu parxutdagi kasalning tarqash ahvolini Wuhan bilan o'xshash deb qarasak, chunki bu parxutmi ayrim tutilgan, Wuhan bu shaharmi ayrim tutilgan, bu shu nuqtadan aytgan vaqtida buningki bir kasaldan boshlangan shu kasal tarqash ahvolini shu parxut bilan Wuhan shaharini bir-biriga o'xshaydi deb qarasak, 11 million nüfusi va Wuhan shahrida kam deganda 1 milliondan ortiq odam bu Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlangan bo'ladi hozirgi hisob bo'yicha. Endi yuqorida men deb o'tgandagidek
u yuqoridagi 70 necha ming son faqatla rasmiy hukumat statistika son bo'lib, mutaxassislar bu kasal to'g'risida har xil o'xshamagan farazlarni qilishmoqda. Yuqorida men deb o'tgandagidek, shu parxod modelidan hisoblagan vaqtimizda Wuhanda kam deganda 1 million odam yuqumlangan bo'ladi. Ba'zi mutaxassislar bu Wuhandagi yuqumlanganlarning sonini 500 mingdan oshganligini faraz qilmoqda. Xitoy mutaxassisi Zhong Nansen garchi bu kasallikni 4-chi oyga borgan vaqtida pastlaydiganligini faraz qilgan bo'lsa-mu, lekin yana ba'zi kishilar bu Wuhan o'pkallig'idagi bilan yuqumlangan kishilarningki 500 mingdan oshadiganligini faraz qilmoqda. Buning ichida shu Su Yiren degan odam shu sayohat parxodidagi yo'lovchilar ichidan 5% odam yuqumlangan vaqtida shuningga asosan bu Wuhandagi insonlarningki yuqumlanishini parxod bilan o'xshash deb qarab kam deganda 500 ming odamning yuqumlanganligini faraz qilgan ekan. Yuqorida men deb o'tgandagidek parxodniki hozirgi yuqumlanish ahvoli aslidagi 5% dan hozir 12% ga shunga shu bo'yicha hisoblagan vaqtida Wuhanda bu kasal bilan yuqumlanganlarning soni eng kam deganda 1 milliondan ortiq deb faraz qilishga bo'ladi. Yana ba'zi mutaxassislarningki faraz qilishicha bu kasal bu yil ichida butun dunyodagi 7 milliard nopusningki 3dan 2, ya'ni 67%ningki bu virus bilan yuqumlanish ehtimoli borligini faraz qilishmoqda. U mutaxassislar ichida nopusi eng yuqori bo'lgan 3 kishi, birisi Harvard universitetidan, birisi uning farazlaricha dunyo nopusiningki 40% dan 70%gacha bu virus bilan yuqumlanishi mumkin deb faraz qilibdi Harvard universitetidagi bir professor. Aningdan keyin Dunyo sayyohat tashkilotininki oliy maslahatchisi umu dunyo nopusiningki 3dan 2 qismi bu virus bilan yuqumlanishi mumkin debdi. Aningdan keyin Hong Kong universitetidagi bir professor dunyo nopusining 60% dan 80% bu virus bilan yuqumlanishi mumkin debdi. Bu yuqorqi 3 professorningki farazi nayta o'xshash chiqqan. Buningdanmi bu kasallikning kelgusi shu yaqin kelgusi mezgil ichida texmo keng taqaydiganligini ko'rib olishga bo'ladi. Yuqorqilar hamda shu dunyo xalqi, ya'ni umumyuzlik shu xalqarodagi xalqlarniki shu kasal to'g'risidagi andishasi. Endi bizga kelgan vaqtida bu andisha yana bir qat yuqori bo'ladigan bo'lib, bizningki asosli andishimiz asosan vatan ichidagi xalq bo'libmi, lager ichidagi xalq bo'lib, men tövanda biz nima uchun shu lagerdagilarningki ahvolidan andish qilamiz degan masala ustida azroq to'xtalib o'tmoqchiman. Bu grafikda ko'rayotganimizdek Xitoy hukumati bizningki vatandagi shu Wuhan o'pkalig'i bilan yuqumlanganlarning sonini 1-oyning 23-kunisi 2 deb e'lon qilgan. Shuningdan buyon hozir qadar shu 17-ga qadar bu son taxminan 35 hissədən artıq köpüb, bugün ən axırda rəsmi diaqnoz qoyulğan sanınki 75 ga yetkənligi o'tir qo'yilibdi. Bu grafikda ko'rsatilgani shu Xitoy hukumati e'lon qilgan shu Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlanish ehtimoli bor deb ayrim tutilayotgan kishilarning soni. Bu ayrim tutilish 1-oyning 23-kuni boshlangan bo'lib, bugun 2-oyning 17-kuni kelgan vaqtida bu son 5200 bo'pti hozir. Ya'ni bu 5200 odam Wuhan o'pka yollig'i bilan yuqumlanish ehtimoli bor deb ayrim tutilibdi. Albatta bu hukumat statistikasi son, amaliy son bundan ko'p jiq bo'lishi mumkin.
Erkin Asya Radiosu'nunki xabarga asoslangan vaqtida Wuhan taqilishning oldi keynida kam deganda 13 ming odam Wuhan shahridan bizning vatanga yetib borgan ekan. Agar biz mushu sayohat parxutini misol olsak, ayni vaqtida bu parxutdagi bir odam hozir ko'payib 454 bo'lgan, ya'ni 4 hafta ichida. Shuningga o'xshashla agarda biz mushu 1 oyning 23 kunisi bizning vatanda bayqalgan ikki kasalni mushu parxutniki tarqalish nisbati bo'yicha hisoblagan vaqtida kam deganda 900 odam 900 odam vatanda bu Wuhan o'pkaligi bilan yuqumlandi deb qarashqa bo'ladi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bu vatanda Wuhan o'pkaligi bilan yuqumlanganlar mushu Xitoy hukumati e'lon qilgan 75 sondan kam deganda 10 hasidan 20 hassa bo'lishi mumkin deb qarashqa bo'ldi. Bu jihatda Angliyadagi ba'zi tadqiqotchilarmi ayni vaqtidagi Wuhandagi mushu Wuhan o'pkaligi bilan yuqumlanganlarniki diagnoz qo'yish nisbatiniki 5% atrofida ekanligini, ya'ni amaliy sonninki 20 hassa ortiq ekanligini o'tirib qo'ygan. Shular bilan hisoblagan vaqtidami hozirgi Xitoy hukumati e'lon qilgan 75 sondan amaliy sonninki kam deganda 10 hassadan 20 hassa, ya'ni 750 dan 1500 atrofida ekanligini mo'ljallash qiyin emas. Mushu Yaponiyadagi parxut modelini hisoblagan vaqtidami kam deganda 900 odam yuqumlangan bo'lishi mumkin deb qarashqa bo'ladi. Chunki bu parxutda bir odam 4 hafta ichida 454 ga yetgan. Bizninkimi ayni vaqtidagi ikki odamninki 900 ga yetishi mo'ljallash uncha qiyin bo'lmagan bir ish. Hammamiz bilayotgandagidek, mushu vatanda nurg'ulg'an shahar, qishloqlar, shahar va yezi qishloqlar taqilib, xalqninki turmushiga alohida qulaysizlik akilyotidi. Bu shaharlarni taqashning oldida hech qanday uqtirish kelmaganligi uchun insonlarimiz yetarlik turmush buyumlarini ololmagan. Shuning bilan asldagi qiyin hayot bu kasallikning tarqishi bilan texmi qiyinlashib ketgan. Hammamiz mushu ijtimoiy taratqularda ko'rayotgandagidek har kunligi bizga odamniki yuragini ezadigan ashtaq xabarlar kelyotidi. Bularning hammasi qo'shilib bizninki mushu vatandagi xalqimiz bo'lib mushu lager ichidagi xalqimizning hayotidan alohida andishaga solmoqda bizni. Endi men tövende biz nima uchun mushu vatandagi xalqimizdan bo'lib lagerdagi xalqimizdan andish qilamiz deganda o'zimniki tövendagi bir nechta jihatdan o'zimning sabablarini o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Birinchidan bu kampda solanganlarningki soni nihoyat ko'p bo'lganligidan ularningki zichligi yo'q, bak zich, anandan keyin tozliq ahvoli nachar, anandan keyin bu butun umumyuzlik sharoiti nachar. Yana bir tarafdan bu kamplarda solanganlarga nisbatan uxlatmaslik, tan jazosi, anandan keyin ro'yi jazoninki berayotganligi, tomoqning nacharligini biz 2-3 yildan beri anglab kelyapmiz. Mushu lager shohidlarininki bayonotidan. Anandan keyin bu lager solanganlarninki sirtqa chiqib harakat qilishi, quyoshga uchirishi nihoyat kamdan kam. Bunimi bu lager shohidlaridan uqdiq. Bularning hammasi insonlarninki mushu immunit sistemasiga, ya'ni kasalga taqobil turish kuchiga alohida zaxmi qiladigan omillar bo'lib, uzun muddat insonlar bu xil sharoitda yashagan vaqtida uninki butun badanisi, ya'ni bo'lib kasalga taqobil turish kuchi nihoyat ojizlab ketadi.
Ikkinchidan, bu virus nuqtasini aytgan vaqtida, biz yuqorida deb o'tgandagidek, bu virus yuqumliq nimasi kuchi nihoyat kuchli bo'lgan virus bo'lib, ba'zilarning aytishicha, hatto havodimi tarqaydiganligi ma'lum. Bu virusniki yoshirin mezgili 2 kundan 14 kun, eng uzun bo'lganda 24 kun bo'lib, bu yoshirin mezgilda yana bemorlarda hech qanday kasal alomati ifodalanmagan mezgillardami boshqalarga yuqtirish ehtimoli bor. Anandan keyin bu virus allaburun ya'ni bizniki vatanga tarab hozir yuqorida deb o'tgandagidek aslidagi sonidan 32 hassa oshdi. Shu 1 ayning 23 kundan shu 2 ayning 27 kun qisqagina 4 hafta vaqt ichida 32 hassa ishib, bu virus hozir shu lagerlarning oldiga keldi degan gap. Uningdan boshqa yuqorida men deb o'tgandagidek bu virusga nisbatan biz nurg'un bilmaydigan masalalar va sirliq masalalar bor. Bularning hammasi qo'shilib bu virusningki bizningki xalqimizga bo'lib lagerdagi kishilarga alohida tahdid elib kelishi mumkin. Üçüncü jihatdan hamda bu virusni shu kampga opirdiganlar nuqtasidan bo'lib, men tövandagi insonlarni bu virusni sirtdan kampga opirish ehtimoliga bor deb qarayman. Ularning ichida birisi shu kamplarda Xitoycha o'rgatadigan o'qituvchilar, yana birisi kampdagi insonlarni so'roq so'raydigan yoki ularga mingish ders o'tadigan, ya'ni ularga iddiya xizmat o'tadigan odamlar, anandan keyin ularga belgilik, ya'ni Xitoy hukumati o'z degandagidek xizmat pursti, ya'ni xizmat nimasi o'rgatadigan, ya'ni ularni shu ba'zi iqtidorlar bilan tarbiyalaydigan odamlarmi o'zlarining oilasi bo'lganligi uchun, u kampda muqim turmaganligi uchun ular sirtdan bu viruslarni kampga opirish ehtimoli bor. Undan boshqa anandan keyin kampga qaraydigan saqchilar, gundupaylar, anandan keyin kampda ishlatadigan turmush buyumlarini kampga to'shib beradigan insonlarning hammasiniki bu viruslarni kamplarga opirish ehtimoli bor. Shu sababdanmi biz bu virusningki kampga bordiganligi va kampda ig'ir oqibat keltirdiganligidan andisha qilamiz. Bizning andish qilishimizningki 4-chi sababi shu Xitoy hukumati Xitoydagi nurg'unlagan maktablarni, kino, teatrxonalarni, bog'chalarni taqab, insonlarni to'plashga bo'lmaydi deb cheklab, ularni uyda turishga tashabbus qilayotgan shu mezgilda Xitoy hukumatining, ya'ni millionlarcha begunoh Uyg'urlarni bu kamplarga solishi Xitoyning butun Xitoyda yurgizayotgan siyosati bilan butunlay qarama-qarshi keladigan bir siyosat. Xitoy hukumati hozirgi ahvolda o'zininki kontrol qilolmaydigan bir holatga kelgan vaqtida hatto cho'ng shaharlarni, Beijing, Shanxaydagi shaharlarnimi bu virusdan pak-pokiz saqlayolmagan vaqtida bu lagerdagi insonlarni saqlashi, ya'ni bu virusdan saqlashi texmi tez keladi. Bumi bizningki bu lagerdagilardan andish qilishimizningki yana bir sababi. 5-chi nuqtadan ham bizning andish qilishimizning 5-chi nuqtasi bu virus yuqorida biz deb o'tgandagidek bizningki vatanda allaburun keng doirada taqab bo'ldi. Ya'ni lagerga kirish oldida balkim hatto kirib bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar bu virus shu lagerga kirsa, buning oqibati yolg'iz lager ichida tiz taqab qolmasdan lager ichidagilarningki immunitet kuchining, kasal qarshi turish kuchining nihoyat ojiz bo'lganligi sababidan sirtda paydo qilinmagan yoki paydo qilgan yomon oqibatlardan necha hassa ig'ir oqibatlarni paydo qilishi mumkin.
Endi Xitoy hökumətininki mushu uchur axborotni cheklashi, yana bizning vatandagi azaldan mavjud bo'layotgan mush cheklashning ustiga kasal sababidan qo'shilgan yanama ig'ir cheklash, uchur cheklashi, uchur axborotlarni to'sish sababidan biz u yerdagi o'zgarishlarni, yana nima yomon oqibatlar bo'ladiganligini biz vaqti-vaqtida uqolmaymiz. Uningdan boshqa bu Uyg'ur bu vatanninki e, umumyuzlik mushu saqliqni saqlash saviyasi, anandan keyin mushu tibbiy buyumlar, ya'ni dorilar, davolash ahvoli degandagidek hammasi ishkirniki taraqqiy qilgan rayonlari bo'lib, mushu Xubey degandagidek o'lkalarga nisbatan ko'p nachar. Nisbeten aytgan vaqtida bularning hammasi qo'shilib bu kasal agar bizning vatanda keng ko'lamda taqisa, bular lagerga kirsa, bu ahvolniki Wuhandan, Xubeydan necha asi ig'ir bo'ladiganligini faraz qilmoq tas emas. Shu sababdanmi biz bu Wuhan o'pkayonlig'iniki vatanda tarqalishi bo'lib lagerda tarqalishidan alohida andish qilamiz. Hozirgi sharoit ostida lagerdagi xalqimizningki bu virusdan saqlanishininki birdan-bir amali Xitoy hukumatining lagerini taqab, lagerdagi butun insonlarni erkinlikka chiqarish, ularni uylariga qaytib, o'zni o'z qo'g'dashga fursat yaratib berish. Uningdan boshqa hech qanday usul ularni virusdan saqlayolmasligi mumkin. Hammanglarga rahmat. Bugungi leksiya mushag'icha bo'lsin. Keyingi qitim ko'rishamiz. Xayr xo'sh.